Mahalla jamiyatning tayanchi, inson qadri ulug'lanadigan bunyodkorlik va hamjihatlik mujassam etgan maskandir. O'zgarishlar, yangilanishlar har bir mahalla ko'chalarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu kabi yangilanishlar prezidentimiz olib borayotgan islohotlar samarasidir. Keyingi yillarda mahalla yettiligi tashkil etilishi bilan hududlarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Fikrimizni Guliston tumani Ibrat mahallasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, aholiga yaratilayotgan qulayliklar, sharoitlar misolida davom ettiramiz. Ibrat mahallamizda 877 ta xonadon bo'lib, 1404 ta oila mavjud. 4622 ta aholimiz bor. Mahallamizda 13 ta ko'cha mavjud. Shulardan hozirgi kunda 8 tasiga asfalt qoplamasi yotqizilgan. 3 kilometr yo'limizda ikkinchi tashabbusli budjet loyihasiga qo'yib, uni ham yutib olish niyatidamiz. Katta Karvon, Oqoltin ko'chalarimizning 3 kilometr masofasiga asfalt qoplamasi yotqizildi hamda 22 ta tungi yoritgichlar qo'yildi. Undan tashqari tumanimizda hozirgi kunda tikuvchilik ishlab chiqarish sexi bo'lib, mahallamiz hamda qo'shni mahalla xotin-qizlari, ishsiz yoshlarimizning bandligi ta'minlanib kelmoqda. Ibrat mahallamiz bog'chamiz yangilandi, yangitdan rekonstruksiyadan chiqdi. Barcha ko'chalarimiz birin-ketin asfalt bo'lib chiqmoqda. Bundan hamma mamnun. Mahalla yettiligi bilan birgalikda hammamiz mana shu yerda Zuhra opamiz boshchiligida bo'layotgan kamchiliklarni birgalikda bartaraf qilishga harakat qilmoqdamiz. Ko'chamizda 24 ta xonadon bo'lsa, barcha xonadondagi ota-onalari ham, farzandlari ham barchasi o'qimishli, oilali, ziyoli xonadonlar. Hammamiz ko'cha oldilarimizga gullar ekkanmiz. Ertalabdan hamma joyga suv sepiladi. Mahallamiz bo'yicha har bir fuqaro o'z ko'chasi, o'z xonadoni atrofida daraxt, gullar ekib kelmoqda. Ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlarini izchil davom ettirmoqdamiz hali ham. Hamma bunga o'z hissasini qo'shyapti. Bugungi kunda Guliston tumani sanoati rivojlanib borayotgan hamda ichki turizm izchil taraqqiy etayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Tumanda faoliyat yuritayotgan 24 ta mahalla fuqarolar yig'inidan biri bo'lgan Ibrat mahallasida esa bugungi kunda 4622 nafar aholi istiqomat qiladi. Ularning 1808 nafari yoshlarni tashkil etadi. Bu esa yoshlar ta'limi, bandligi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Mahallada bugun nafaqat infratuzilma, balki ta'lim tizimini rivojlantirish borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yiliga munosabati bilan ko'chalarimizda, mahalla hududlarimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bulardan masalan Iste'dod ko'chasiga 1 kilometr masofaga piyodalar yo'lakchasi. Bundan tashqari yana mahallamizda bitta tik quduq qurilib, hozirgi kunda 420 ta aholining tomorqa uchun suv yetkazilib berilmoqda. 14 kilometr masofaga ichimlik suvi yangi quvuri yotqizilmoqda. Aholimiz mustaqilligimizni 35 yilligini munosib kutib olish niyatida mahallamizning infratuzilmasini yaxshilash maqsadida o'zlarining xonadon atroflarining, ko'cha qismlarining gulzorga aylantirishmoqda. Aholimiz davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlardan minnatdorda hamda buni boshida turgan yurtboshimizga, viloyat hokimligiga, tuman hokimligiga o'z minnatdorchiligini, shukronaligini bildirmoqda. Bundan tashqari Ibrat mahallasida bitta davlat, bitta nodavlat hamda nogironligi bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bitta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Natijada maktabgacha yoshdagi bolalar to'liq bog'cha qamroviga olingan. Hududdagi 27-maktab esa kapital rekonstruksiya qilinmoqda. 350 o'ringa mo'ljallangan ushbu ta'lim maskanini mustaqilligimizning 35 yillik arafasida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Zamonaviy sharoitlarga ega maktab yosh avlodning bilim olishi uchun munosib maskanga aylanishi kutilmoqda. Shuningdek, mahallada yo'l va kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash ishlari ham izchil davom etmoqda. Mas'uliyati cheklangan jamiyati mana shu Guliston tumanidagi 27-maktabni kapital ta'mirlash ishlarini yutib olganmiz tenderda. Biz ishni mana 1-iyuldan boshlaganmiz. Xudo xolasa mustaqilligimizni 35 yillik bayramida xudo xolasa ishga tushiramiz. Bolalarimizga hamma sharoitlar yaratilyapti. Issiqlik manba, ya'ni u elektrik ishlar hammasi bo'lyapti. Kapital remontdan chiqyapti. Maktabimizda 1-sentyabrga mahalladagi
o'quvchilar hamma sharoitga ega maktabga o'qishga keladi. Hozirda ishlarimiz jadal tarzda olib borilyapti. Ibrat mahallasidagi 13 ta ko'chaning 10 tasi to'liq asfaltlashtirilgan. Oqoltin, Iste'dod va Paxtakor ko'chalarida piyodalar yo'laklari barpo etilib, fuqarolarning xavfsiz harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratildi. 1 kilometrdan ortiq ariqlar beton latoklar bilan qoplandi. Hududni yanada obod qilish maqsadida tik quduq qurilib, ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun zarur suv manbai yaratildi. Aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida yangi transformator o'rnatildi. Bugungi kunda elektr ta'minoti sifati sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Guliston tuman Ibrat mahallasida Oqoltin ko'chasiga 600 metr 10 kilovoltli havo tarmog'i hamda 1 dona KTPS transformatori va 80 dona temir beton ustuni o'rnatilib 3,5 kilometr 0,4 havo tarmog'ini tortildi. Bunda aholi iste'molchilariga uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlab berish ko'zda tutilgan. Hozirda aholi minnatdor. Yana bir muhim yo'nalish. Mahallada bugun ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash ishlari ham jadal olib borilmoqda. Aholini toza ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlash maqsadida yangi suv quvurlari yotqizilmoqda. Rejaga ko'ra 2028-yilning 1-choragida tuman aholisi to'liq markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bu kabi loyihalar aholi turmush sifatini oshirish, sog'lom va qulay hayot kechirishga xizmat qiladi. Eski trassalar o'zi ancha 68-yil davomida qo'yilgan bo'lsa, talabga javob bermaydi. Mana ichimlik aholiga kirayotgan suv mazkur ishimiz 2026-yil davomida boshlangan bo'lsa, 2028-yil 1-choragida hamma aholiga ichimlik suvi tarqatiladi. Bir kunda 800 metr davomida kovlanyapti, trassalar tashalayapti, aholiga o'tadigan turbalar tashalib, hammasi tortilib kelyapti. Maqsadimiz aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash. Mustaqilligimizning 35 yiliga arafasida tumanda yana bir muhim obyekt foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Zamonaviy loyiha asosida bunyod etilgan tuman mudofaa ishlar bo'limining yangi ma'muriy binosi qisqa fursatda foydalanishga topshiriladi. Zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan ushbu maskan nafaqat harbiy tizim faoliyatini yanada samarali tashkil etishga, balki aholiga sifatli xizmat ko'rsatishga ham xizmat qiladi. Albatta, erishilgan natijalar quvonarli, biroq mahallada hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar ham mavjud. Aholi tomonidan bildirilayotgan taklif va tashabbuslar asosida infratuzilmani yanada rivojlantirish, yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish ishlari bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda. Mahallani obod qilish, aholi farovonligini ta'minlash, yoshlar uchun munosib sharoit yaratish yo'lidagi sa'y harakatlar kelgusida ham izchil davom etadi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Respublikamiz bo'ylab 8992 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, Guliston tumanida 24 ta mahalla faoliyat ko'rsatadi. Mana shu 24 ta mahallada ham har bir mahallani o'zini salohiyatidan kelib chiqib, bugungi kunda turli xil islohotlar amalga oshirilyapti. Bu islohotlarni xalqimizni farovonligi yo'lida ko'chalarni asfaltlashtirish, bog'chalarni rekonstruksiya qilish, maktablarni rekonstruksiya qilish, hattoki mana shu bugungi kunda Jahon taraqqiyot banki tomonidan Dehqonobod shaharchamizda qariyb 25 kilometr masofada toza ichimlik suv quvurlarini yotqizish jarayonlari ketyapti. Shu qatorda bugungi kunda prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan islohotlardan eng kattasi bu vatanimizni himoya qiladigan yoshlar uchun samarali xizmat ko'rsatishga bugungi kunda sharoitlarni yaratish maqsadida Guliston tumani mudofaa bo'limi qurilib, xalqimizga xizmat ko'rsatadigan xodimlarning har biri uchun lavozim vazifalaridan kelib chiqib, alohida xonalar, tibbiy ko'riklardan o'tish xonalari, yoshlarimizni bugungi kunda vatanga bo'lgan muhabbatini, vatanga xizmat qilishdek salohiyatini oshirishda yoshlarimizga yaratilgan sharoitlardan biri xizmatga borgan har bir yoshni ana shu xizmat o'tash jarayonida ham oliy ta'limga hujjatlarini topshirib, oliy ta'limga kirsa, oliy ta'limni ana shu turgan joyidan davom ettirishgacha bo'lgan sharoitlarni yaratib berdi-da. Bunday sharoit boshqa davlatda yo'q. Biz xursandchiligimizdan yana biri yoshlarimizni bugungi kunda nafaqat xorijiy davlatga, mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatishga ham juda katta sharoitlarni yaratib berdi. Bundan biz minnatdormiz. Avvalambor mana shu xalqimiz qancha xursand bo'lsa, xalqimiz qancha farovon yashasa, xalqimiz qancha erkin yashasa, bu biz uchun katta baxt.
mehmonxona markazida yana bir yaxshi bir odamni xursand qiladigan voqea sodir bo'ldi. Mudofaa vazirligiga qarashli Guliston tuman bo'limiga yangi bino topshirildi. Joriy yil boshidan mana shu tumanimizda 3 ta bino, ya'ni bolalar bog'chasi, ikkitasi qayta ta'mirlanib, chiroyli qilib qayta mana shunday ta'mirlanib qayta topshirildi, bittasi qaytadan qurildi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir biz o'quvchilar, maktab bolalari o'qiydigan mana sinfda bo'lyapmiz. Yorug', juda ham chiroyli, o'qish uchun imkoniyat juda katta, juda yaxshi. Ular bilan suhbatlashdik. Mana bir yigitimiz snayper bo'laman dedi, xursand bo'lib ketdik. Bir qizimiz vrach bo'laman dedi, yana ham xursand bo'ldik. Ularni niyatlariga yetsin deb duolar qildik. Prezidentimizni bir ajoyib bir gaplari yozib qo'yilgan mana shu yerda: xalq va armiya bir tan va bir jon. Haqiqatda shunaqa. Mana xalqimiz armiyamiz uchun mana shunday go'zal qilib ta'mirlab berishdi. Bundan o'sha armiyaga chaqirilayotgan farzandlarimiz ham qiynalishmaydi. Harbiylar ham qiynalishmaydi. Chunki hamma sharoit yetarli. Biz ham mana shu yerda 74-yil armiyaga ketganmiz, lekin u sharoitlar bilan hozirgi sharoitda tenglashtirib bo'lmaydi. Yangi binoni topshirilishi yana bir xursandchilik tarafi, mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida bo'lyapti. 35 yillik to'yga mudofaa vazirligi tomonidan, xalqimiz tomonidan bizni Guliston tuman mudofaa bo'limiga bu sovg'a bo'ldi. Guliston tumanining Ibrat mahallasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yaratilayotgan qulayliklar va istiqboldagi ishlar kelgusida ham davom etadi. Mahalla taraqqiy etsa, yurt taraqqiy etadi. Inson qadri ulug'langan, bunyodkorlik va hamjihatlik hukm surgan mahallalarda hayot yanada farovon bo'ladi.